Xo'p, savollar, domla, nikoh kechasidagi farz amallar haqida bir oz gapirib bering. Nikoh kechasida farz amal yo'q. Nikoh kechasidagi sunnat amallar desangiz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, nikoh kechasida, ya'ni o'sha kelin-kuyov go'shankaga kirganda, birinchi qiladigan amallari ikkovlari ham yangi tahorat olsin. Ikkovlari ham yangi tahorat olsinda va 2 rakat shukrona namozi o'qisinlar ikkovlari ham. Xohlasa jamoat bo'lib o'qisin, imomga o'tsin, ayol kishi iqtido qilsin. Xohlasa alohida o'qiydimi, lekin jamoat bo'lib o'qigani afzal. Xo'p, 2 rakat ikkovlari ham namoz o'qiydi, chunki bu katta ne'mat Xudo berdi. Erkakka ayolni bergani, erga ayolni bergani bu katta ne'mat, oila katta ne'mat. Mana shu ne'matga shukrona o'laroq 2 rakat namoz o'qiydi va bir duo bor. Erkak kishi o'zining o'ng qo'lini ayolini peshonasiga qo'yib turib o'qiydigan duo bor. Endi arabchasini aytsam, buni o'zi qo'yganmiz, kanalimizda bor. Eslaringizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun o'zbekchasini aytib beraman. Ey Allohim, mana shu ayolimni yaxshiligini sendan so'rayman deyman. Va uni tabiatini yaxshiligini so'rayman. Bu ayolimni yomonligini va bu ayolimni tabiatidan keladigan yomonliklardan Allohim sendan panoh so'rayman deyib. Mana shu duoni qilish kerak. Endi er-xotin nimaga bir-biriga er-xotin bo'ladi? Bir-biridan lazzat olish uchun, farzand orttirish uchun, farzand ko'rish uchun. Mana shu er-xotin bir-biriga mana shu munosabat, ya'ni jinsiy munosabatda bo'lishdan oldin ham bismillohni aytish kerak aytdi. Qarang. Allohning nomini zikr qilib, albatta endi kiyimsiz oz iloji yo'q aytamiz endi. Yoshlar o'tiribdi, o'rgansin endi. Boshqa joyda ko'risholmayapmiz-da yoshlar. Kiyimlarni hali yechmasdan oldin bismillohni aytadi. Allohumma jannibni va jannib ma razaqtani minash shaytonir rojim duosini o'qiydi. Allohim, bu ishimdan maqsad ertaga o'zingga ibodat qiladigan pokiza zurriyotlar ko'rish. Bizni, meni, ayolimni ham va bizga mana shu ish orqali sababli rizq qilib beradigan farzandni ham shayton o'zingni huzuringdan quvilgan shaytondan panoh bergan deb duo qilish kerak. Tushunarli bo'ldi? Bizni ham va bizga rizq qilib beradigan farzandni ham o'zingni huzuringdan quvilgan shaytondan panoh bergan. Shu endi nikoh kechasini sunnatlari shu. Keyin nikoh kechasida bo'ladigan ba'zi bid'atlar bor. Mana misol uchun kelinni avtobusdan ko'tarib tushirish yo'q bo'lib ketdimi yo bormi hozir ham? Tushunyapsizlar? Yo'q bo'lib ketdi. Bir yoshligimda ko'rgan edim. Kelinni kuyov avtobusdan olib tushib, go'shankaga olib kelib, o'sha nikoh kechasi bo'layotgan ishda hech esimdan chiqmaydi. Mana shu bu boladaqa yosh bola edim. Qo'shnim uylanadi. Hech esimdan chiqmaydi. Kelin kuyov go'shankaga kirsa, kuyov bolani 35 ta o'taq ham kirib olgan hali nimaga? Go'shankaga. Xuddi kuyov bolaga ular bir qarash oladi yonday. Bu behayolik, bu mumkin emas bu. Nechmada gapiryapsiz kuyov bolalar, u sizga va xotiningizga tayyorlangan uyga hech kimni kirgizmang. Spanligingizni hech kim ko'rmasin. U behayolik, u ham bitta avrat, shuni yaxshi tushuning. U siz ertaga xotiningiz bilan yotadigan, kiyinib yechinadigan joyda u uydan avrat hisob, uyingiz ichi ham avrat. O kamerachilar bo'lsa ham aytib qo'yaylik, bittaga shu kamerachilarni ham kirgizmaylar. Xafa bo'lmaysizlar? Xafa bo'lishmaydi. Qaytanga kamerachilarni o'zi aytgan menga. Jon qor aka, aytsangiz bo'lar ekan, biz xijolat bo'lamiz. Endi haligi spanliga kirib kuyov bolani atirlarni sepayotganda, gar suylarni baylayotganda kirib olib bering derganda kuyov bola. Yoshlar shuni havas qilyapti ekan. Hozir endi bilmayman, ko'paydimi bu, kamaydim. Keyin u kamerachilar kirib spanlidan syomkani boshlashadi. U mumkin emas, bu spanli ham avrat u ham. Ertaga ayolingiz bilan yechinib, kiyinib o'sha yerda bir yashaydigan joyingizda u. U odam ikki qarasa hayoli buziladi. Boshqa begonaning ham hayoli buziladi.
Mana bitta bid'at shu. Keyin mana kiyunaka tugagandan keyin bo'ldi, to'y tuganim shu bilan. Bo'ldi, o'rtaqlaringizga javob berib olavering. Nima qiladi? Ha, ular olib olib kechasi o'sha paytgacha olib qolishi nima kerak bu? Endi bu tavsiya endi. Qo'llariga ozgina pul berib boylab, choyxonada osh yeb oylatsalar, xususan o'sha bilan ketishadi. O'zingiz qolib, har doimgi kuningiz, har kuni qana bo'lsa, shundan kun kelin kelgan bo'ladi. Go'shankaga demak kirgizib yuborishadi. Bo'ldi, shu bilan hayot davom etaveradi. Nimaga jo'natib oling deyapman? Siz u jo'natmasangiz kech payt duvol tepishadi ular. To'g'rimi, tepasizlar? Kech payt duvol tepishar ekan. Keyin ertalab kelin-kuyov eshik chipirgan chiqadi-yu. Ahlatlar chachib ketishadigan kuyov bola. Qo'yinglar bunaqa beodobli, haligi nima deydi bu? Mo'min insonga yarashmagan ishda bu. Oraga kelinglar. O'shaning uchun kuyov bola o'rtoqlaringizni jo'natib olavering mana. Qo'llariga 200 ming bersangiz, bitta choyxonaga borib osh yeb bo'ldi. Do'stlar, rahmat, shunchalik xizmat qildingiz, rahmat, jo'natib olavering. Agar bular qolsa kech payt duvol tepishadi, qiy-chuv qilib, lekin bitta narsani aytib qo'yay mana. Bitta narsani aytib qo'yay. Kuyov bola ko'p to'yga boryapsiz-da. Har kuni bitta videocha ham tashlab berdi. Kuyov bola kuyovnakariga domlani olib keltirib, rosa bunaqangi qora akalarimizni olib keltirib, Qur'onlarni o'qittirib, masalalarni qildirib, duolarni qildirib, uyga borib kuyovjo'ralar bilan o'yinga tushyapti. Har kuni bitta videocha tashlab berdi. Qora aka kuyov bola o'ttada ha bitta nima bilan o'ynayapti, endi davra qilib olish, lezginga qolmadi, turkcha qolmadi. Hamma muzikaga o'yinga tushib, bazm bo'lyapti. O'sha metdan chiqqandan keyin uyga borgan. Bitta videochi, hali yumalaq videoga Telegramdan olib, mana qora aka bugun shu bolalarni kuyovnakaga keldingiz siz deyapti. Ko'ryapsizmi? Mana qora aka mana shu bolalarni kuyovnakaga keldingiz bugun siz deyapti. Nima qilmaylar? Ma'ruza bo'ldimi? Bo'ldi. Shu duo, sano, bitta qancha duo bo'ladi, qancha zikr bo'ladi, qancha chiroyli gaplar bo'ladi. Endi uyga borgandan keyin shu hali Allohga ahdda bu berilgan ahd. Qur'on o'qib turib, uni orqasidan o'rtoqlaringiz bilan o'yinga tushsangiz, uyga borib olib, bu nima degan? Qur'onga behurmatlik emasmi bu? Qur'onga oyoq qo'yish emasmi? Ahli ilmga oyoq qo'yish emasmi? Bu siz haqqingizga qilingan duolar qayerda qoladi? Bo'lyapti shu, ha? Ko'ryapsizlarmi? Bo'lyapti shu. Ha, do'ringlar, tan olavringlar, bo'lyapti. Nimadan kiyinakadan chiqib, to'g'ri kuyov bolani uyga borib, dumbira qasir ag'ib bo'lib ketyapti. O'shaning uchun kuyov bolalar rahmat desinda, o'ttag'iga rahmat. Men shu yerdaman, xizmat bo'lsa deb qo'llariga 3-4 so'm bersangiz, choyxonaga borib, jinday o'sha bilan ovunib turishadi. Duolingiz tepishmaydi, oyog'ingiz nimaga, eshigingizdagi axlat tashlab ketishmaydi. Shu endi nikoh kechasidagi sunnatlar shu, nikoh kechasidagi bid'atlar ham shu.